Assalomualaikum, qandaysizlar? Javnoqatdagi ot bozorida sizlarga tortib berayin. Bo'lib o'tgan yerlardan. Bugun 20 oktyabr 2021-yil tug'anlar. Otlarni ko'ringizlar, toylarda qancha bo'lib o'tadi, sizlarga javob qolish mumkin. Toylar. To'larni bilib olingizlar. Sundu otlar ko'rgan negizi. Sundu otlar. Assalomu alaykum. Qancha dodasi aka? Otdi. 130. Bu qancha jashar toy o'xshaydi hali? 130 ming so'm. Bo'ldi. Boltova. Bolta degan. Sundu degan. Toy ekan. Siz qancha dodasi toyda? Toy 120. 120. Rossiyskiy o'xshaydi parada. Sundu ekanda. Qilishdi odamlar. Qilish yotadi. Yotdi. 120 ming so'm. 300 ming so'm. Qancha jashar? 2 jashardan 2 jashar. Jozg'a 3 ekan. 300 ming so'm ekan. Sundu ekan. Abakar degan parada ekan. Boshidagi qo'chqor tumshuq o'xshaydi. Negadir bugun bozorda toylar, otlar ko'p negizi. Qancha ekan bu? Qancha dodasi? 100 ming. 100 ming so'm. 100 ming so'm. Majorda sundu toy turadi. Toyda qancha da otdi ekan? Bu toy kimdan ekan? Qancha ekan bu? 60 ming so'm. 60 ming so'm ekan toy. Bu paradoks qanday ekan ha? Qanchaga berilmadi? Qancha dodasizlar? E'tibor ekan ama. Qora bayri o'zi boshqacha parada ekan bu. Danchak. Danchakmi? Onu o'tkazim. Danchak ekan do'stlar. Danchak. Sundu toy ekan bu. Shunday. Assalomu alaykum. To'qson va otlar qancha dotasiz? Toylar deganim. Qancha? 40 dan kam bor. 40 dan bu. Bu qayoqda bu ular? To'mayn qo'y. O'zingizni qora bayri? Ha. 40 dan. Uchun olib kelibsiz bugun? Bo'ldi o'ziga. Bo'ldi. 32 ming. 32 ming. Nalarcha? Bularda 30 dan so'radi. 30 dan so'rab bermadingiz. Urg'och bular. Urg'ochmi o'ku ha? Erkak o'xshaydi. Sundu toylar ekan. Assalomu alaykum. Ot egasi Ot egasi yo'q ekan. Egasi yo'q ekan. Sundu ekan. Bu o'tganda da chiqdi o'xshatmadimcha? Şu otni sira berayin sizlarga. Qanday uloqqa kirib sundu ekan. Nima telefonda oldi? Dodasi aka otdi. Kecha bozorni tartib qo'ydi. Bosi 300 ming ekan. Kecha bozorda o'zine chiqqan edi. Men qancha qildi dedingiz aka? 250 dodasimi? 100 ming qilib turman aka shu otni. Nega buni ol, bo'ldi degan. Mana aka, shu 45 ming so'm bo'ldi degan.
Yok endi nima bo'ldi? Shulbo bo'ldi o. Qancha qilishdi? 45 ming. 45 ming. Qancha deding Rajan? 55 ga. Bu parodas qanday? Paroda o'zimiz qora baho. Qora bayirmi? Qora bayir. 45 ming so'mga berib berasiz. Men to'g'risi o'sha 42 ga 43 deda, 1000 so'm, yarim 1000 so'm bilan ot mol qimmat bo'lib qolmaydi. Aka bersa. Hop. Bol bo'ldi. Tamam, oq bol bo'ldi. Do'stlar, bu emas ekan. Toylar bor bo'ldi ekan. Ha yeter o bol bir. Lazım mı? 5 ton biraz. Bahadır kılıyla çeksin. Valla 24 dolar verip tutsam mı? Yok var mı var? Ya bahadır sizden be. Aynen bahadır sizden mi? Ne şimdi? O kaçı son? İçinesi. Ko'rsatgancha hozir. Bunday qaysi toyba bo'ldi? Qaysi toyba bo'ldi aka? Bilmadingizmi? Bunal polniy-mi? Nolmi? Nol bo'ldi. 24 ming dedi. 24 ming so'm. Bu da sındı da ekan. Assalomualaikum. Nasılsınız? Qo'yaman da qo'yaman. 24,5 mingga berib aytadi. Nimaga? Nol foyda. Jag'in ovqat mol bozori. Odam ko'p. Sotganlardan da odam ko'p. Yirmi dört bin berdi. Bunu yap canım koyma kan. 23 ming so'm berdim mana to'yga. Siz barakadan olib jetilaysiz-da uni. Ana bu o'zi qo'yimda baylab qo'yasiz. Men bunu ko'zim, men onda o'gay bolalarga
Туғандар ушу тайга 77 миң сом берди деген. Бербейди ат. Мынакей, мынау тайлар бау болду. Канча болот экен эми? Аз сурап билберем. 60 миң сом берди мына тайга. Men qaram, naqqa savdo qiltasizda. Jo'n ayting. Men ko'p ko'ramda buni bordigidan ketdi. Мынакей достор, көрдүңүздөр. Биздин каналдарды колдоп, лайк басып коюңуздар. Комментарийга жазыңыздар.